Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, O'zbekistonda qizamiq bilan kasallanish holatlari ko'payayotgani va virus 2019-yildan beri faol bo'lib kelayotgani to'g'risida xabarlar tarqaldi. Ma'lumot uchun, qizamiq havo orqali yuqadi va eng yuqumli kasalliklardan biri hisoblanadi. Bu xastalik o'pka yallig'lanishi, miya zararlanishi, eshitish qobiliyatini yo'qolishi va hatto o'limga olib kelishi mumkin. Qizamiq tana haroratining ko'tarilishi, toshma va shamollash alomatlari bilan namoyon bo'ladi. Chaqaloqlar, bolalar, homilador ayollar hamda yondosh kasalliklari bor bemorlar uchun juda xavflidir. Bundan tashqari xastalikni boshidan kechirganlar bir necha hafta yoki oylab bir qancha kasalliklarga moyil bo'lib qolishi mumkin. Xo'sh, bu borada yurtimizda vaziyat qanday? Bugungi kunda bu qizamiq virusi mavjud. Qizamiq kasalligi bemori bilan muloqotda bo'lgan har bir inson, ya'ni unda immunitet bo'lmasa, qizamiq bilan kasallanadi. Qizamiq kasalligini oldini olish uchun maxsus profilaktika chora-tadbirlarimiz mavjud. Ya'ni ushbu kasallikka qarshi vaksinalar mavjud bo'lib, bu bolalarni 1 yoshga to'lgan vaqtida birinchi doza bilan emlanadi hamda 6 yoshga to'lgan vaqtida ikkinchi doza, ya'ni KPK deymiz, qizamiq, epidparatit, qizilchaga qarshi emlanadi. Dunyoda har yili qizamiq va uning asoratlaridan 136 mingga yaqin kishi vafot etadi. Mazkur kasallikka chalingan har mingta boladan 70-90 tasida quloq infeksiyasi, 80 tasida esa ichki tish, 10-60 tasida esa o'pka infeksiyasi rivojlanadi. Ba'zida ayrim bemorlarda miya yallig'lanishi rivojlanib, bu o'limgacha borishi mumkin. Jumladan emlanmagan bolalar orasida kasallikni qayd etilganligini inobatga olgan holda 6 oylikdan boshlab 1 yoshgacha bo'lgan bolalarni ham o'sha 23-yildan boshlab qizamiqqa qarshi emlash ishlari amalga oshirildi. 30 yoshgacha bo'lgan aholini orasida ommaviy emlash tadbirlari amalga oshirildi. Qizamiq homiladorlar uchun ham xavfli bo'lib, taxminan har 100 ta ayoldan 4 tasi bu kasallikni yuqtirib vafot etadi. Ayollarga homiladorlik davrida ushbu virusga qarshi emlash odatda tavsiya etilmaydi. 2 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida, ya'ni o'z vaqtida bolani emlanmaganligi sababli emlanmagan bolalar ushbu kasallikka chalingani ko'rilmoqda. Joriy yilning 2-14 fevral kunlari respublikada, jumladan Toshkent shahrining aholisi orasida shu kasallikka qarshi emlash haftaligi e'lon qilindi. Har qanday vaziyatda ham o'z va yaqinlaringiz sog'lig'ini himoya qiling. Bu kun Go'zal Shodiyeva, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.